Assalomu alaykum. Mana yosh klasslarimizga suvni qo'yapmiz. Ishlar olib borilyapti. Mana bog'da may gilos bog'imiz mana ariqlarni tozalash ishlari ketyapti. O'tlardan keyin sug'orish ishlari boshlanadi. Assalomu alaykum. Leo Garden olma bog'i 21-may. Santa Maria noklarini ajok tushgan joylarni ajokdan tozalash ishlari bo'lyapti. Mana bunaqa quriganlarni kesish ishlarini ham olib boryapmiz. Yengil ajokka qarshi kurashish bo'lyapti. Santa Maria noklarimiz mana ko'rinish holati. Endi mana ajok oralayapti bizda yengil endi va bularga sirazi chora ko'ryapmiz. Dorilar sepilgan. Mana bakterial kuyish, ajok kasalligi. Mana shu opalardan keyincha mana bir dona ko'rdim mana shu joyda. 1 hektardan chiqqan mana ajok ko'rinishdagi holatlarni yig'ildi. Ajok ham bor, buning ichida kamroq. Drabilka jarayonlari ham ketyapti. Leo Garden bog'i o'rilgan qatorlar mana. Leo Garden yosh giloslarida sug'orish ishlari bo'lyapti. Svitariana, Svit Lorenz ko'chatlari.